Salom bolajonlar. Bugun men sizlarga fazoda mo'ljal olish bo'yicha tushunchalar beraman. Bunga menga mushukvoy yordam beradi. Salom mushukvoy. Salom bolajonlar. Bolajonlar, men qayerda turibman? Qutining oldidaman. Endi-chi qutining ichidaman. Endi-chi bolalar, qutining old tomonidaman, oldidaman. Endi-chi qutining o'ng tomonidaman, o'ngda. Endi-chi bolajonlar, men qutining tagidaman, tagida. Tagida. Endi-chi bolajonlar, men qutining ustidaman, ustida. Ustida. Men qutilarning orasidaman, orasida. Bolajonlar, qayta takrorlaymiz. Ichida, oldida, o'ngda, tagida, ustida, orasida. Mana bolajonlar, biz siz bilan fazoda mo'ljal olish tushunchalari bilan tanishib chiqdik.